ko'pincha ayol kishilar aytadi, ketaman deydi. Ayol kishi men ketaman degani, bilasizmi, u his qilgan narsani gapiryapti. Lekin uni aqli aytadiki, meni ushlab qolgin degani bo'ladi. Qo'lingdan kelsa, meni ushlab qolgin degani bo'ladi. Misol uchun, ayol kishi deyarli doimo gapirganida u his qilgan narsasini gapiradi. Ayol kishi anglab turgan narsani emas, yo'q, u his qilgan narsani gapiradi. Erkak kishi esa u his qilgan narsani emas, balkim anglab va bilib turgan narsani gapiradi. Ayol kishi o'zining missiyasidan kelib chiqqan holatda u hissiyotga moyil edi. 100% ga qadar. Erkak kishi dunyoda o'ziga topshirilgan missiyadan kelib chiqadigan bo'lsak, erkak kishi aqlga va mantiqqa moyil edi. Shuning uchun ayol kishi keting uydan deganida erkak kishi ketmasligi kerak bo'ladi. U yukini yig'ishtirmasin, ketmasin. Agar ketsa, katta xato qilgan bo'ladi. Bu narsasiga afsus qiladi. Ketmasligi kerak bo'ladi. Chunki ayol bu o'rinda u o'ylayotgan narsani gapirmaydi, u his qilgan narsani gapirayotgan bo'ladi. Va erkak kishi sizni bu gapingiz ahmoqona chiqdi yoki bu ishingiz deganida bilish kerak bo'ladi, erkak kishi his qilgan narsani emas, u o'ylayotgan, anglagan narsani gapirgan bo'ladi. Bu degani ayol kishi ahmoq degani emas. Mana shu holatdagi sizni shu ishingiz, xatti-harakatingiz oqil insonni xatti-harakatiga to'g'ri kelmadi degani bo'ladi. Erkak bilan ayol go'yoki bitta mavzuni hal qilgandek bo'ladi, maqsadi bitta bo'ladi, lekin ularning yondashishi bittasi hissiyotdan yondashadigan bo'lsa, ikkinchisi albatta aql jihatidan yondashadi.